Hadi, mana shunaqami? Bittasi telefon qilyapti, aka, meni ishimni bitkazib bering. Arzonroq bo'lsa ham o'smis topib bering. To'g'risi men bunaqa odamlar bilan 90% отношенияni uzib yuboraman. Iloji bo'lmadi, keling qildi. Tashladi, o'dancha pastroqqa tushsa, piyozchilikda samomoyga ochyapman dedi. Bir kelsam, samomoygada men ikkita bola ishlayapti, bannerlar teryapti. Kim xo'jayin desam, ikkita bola chiqib, "Men" deyapti, ko'rsiz abjor holatga tushib ketgan, futbolkalari yetilib ketgan bechoralar. Keyin nima qilish kerak o'zi desam, "Aka, mana shu yerda zo'rg'a qiynalib ochyapman. Toldan tutdan qilib o'zi ishlagan bu apparatlarni olib kelyapman, bir arzonroq o'smis topib bering aka" dedi. Keyin o'zi "Qancha puling bor?" desam, "Bir $1000 pulim bor" dedi. Men aytdim, "Qashini ber" dedim, "Men senga yangi o'smis bosib beraman" dedi. "Qanchada to'laysan qolganini" desam, "Qanchada beray" dedi. "3 oy yo 5 oyda berasan" desam, "Bo'ldi-ki, 5 oyda qilib beraman qolganini" dedi. Endi qiynalgan bola ekan, shapaytib o'smisni bosib berdim. Keyin bu ham mard bola ekan, "Aka" dedi, "Polniy o'smisni ishlatamiz" dedi, "Mo'ykani" dedi. Davay gazini bosdim. Shuni bosib yubordim. Mabodo mana shu yo'ldan meni kelib qolsalaring, mana shu yerga to'xtanglar-da. O'zi aslichi ish jarayonida keyin bildimda, bu bola otasini faqat suratda ko'rgan ekan, xolos. Juda yetim qolib ketgan ekan. O'shaning uchun ham bir Alloh taolo ishini bir bosib yuborishdi, ko'ngilga soldi shekilli. Mana mana shu samomoyka ikkitalik qo'ydi, xolos. O'zi qiynalgan bola ekan. Mana shu yo'ldan o'tayotsanlaring, to'xtab shu bolani bitta kirib suvda chayqab ketsalaring ham o'simiz. Maza qilib yuborasizlar. E'tibor beringlar. Bu orqa tomonlari endi chiroyli qilib joy qilib qo'yibdi, quritadigan qilib. Ancha harakat qilib qo'yibdi o'g'lon. O'zi yosh ekan-u, faqat shu odamlar uchun kelib qo'llab-quvvatlab turinglar. Sog' bo'linglar.